Farishtalar so'ragan ekanki, "Ya Rabbim, dunyoni yaratding. Endi dunyoni nima ushlab turadi?" degan savolni berganda Alloh marhamat qilgan ekanki, "Men yaratgan mahluqotlarim borki, hammasini qalbiga ozgina bo'lsa ham rahm solib qo'yaman. Mehr solib qo'yaman. Dunyoni ushlab turadigan narsa mana shu rahm, mehr, oqibat deb marhamat qilgan ekan. Haqiqatdan ham qonxo'r hayvonlar bor, mahluqlar bor. Sher deymizmi, arslon deymizmi, o'zi mahluq bo'lsa ham, og'zi qon bo'lsa ham, qonxo'r bo'lsa ham, bolasini emizayotganda bag'riga bosib turib, erkalab turib, silab siymab emizayotganligini ko'ramiz. Shuni ham qalbiga Alloh mehr solgan. Ot chopayotgan paytda oyoqlarini sekin-sekin ko'taradiki, oyog'ini tagidagi toychog'ini bosib olishdan otam qo'rqar ekan. Shuni ham qalbiga Alloh mehr farishtalar so'ragan.